Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabin do'stlar. Bugungi ko'rsatuvimizni avvalgi dasturlarimizga qaraganda ancha farqli ravishda tayyorlashga harakat qildik. Buni dasturimiz davomida o'zingiz ko'rib baho berasiz. Elmurodjon, Furqatjon, xush kelibsizlar dasturimizga. Bugungi dasturimizni hurmatli xush ovoz yosh xonandalari Furqatjon Ashuraliyev hamda Elmurodjon Ahmedovlar. Men hozir bu ikki xush ovoz xonandamizni va usta sozandalikka nomzod ikki san'atkorimizni, kichik san'atkorimizni ustozlarini studiyamizga taklif etmoqchiman. O'zbekiston xalq hofizi, sevimli san'atkorimiz, ustoz san'atkor Mahmudjon aka Tojiboyev. Marhamat Mahmudjon aka. Xush kelibsiz dasturimizga. Marhamat. Xush kelibsiz dasturimizga. Assalomu alaykum. Men yana shu Ohangrabo dasturiga taklif qilinganligimdan va shogirdlarim taklif qilinganligidan juda hozir bugun mamnunman. Ancha bo'ldi sizlar bilan ko'rishmaganimizga. Mana yuz ko'rib turganiga Allohga shukr. Marhamat, endi o'tirsak. Mahmudjon aka, to'g'ri aytdingiz. Ancha vaqtdan buyon dasturimizda ko'rinmay ketdingiz. Bugungi dasturimiz orqali suhbatlarimiz mana shular haqida bo'lsa, albatta ijodiy ishlar juda ham ko'p bo'ldi sizda. Dasturimizga kelmaganingizni o'ziga yarasha chiroyli sabablari bor. Bu ham bizni dasturimiz uchun foydali bo'ladi, chunki siz bizni doimiy va bosh maslahatchimiz sifatida tomoshabinlarga taqdim etganmiz. Albatta sizni o'sha mashhur san'atkorimiz, usta sozanda, usta xonandaligingizdan tashqari albatta. Endi mana Elmurodjon bilan Furqatjon chiroyli bir milliy kuyimizni ijro qilishyapti. Ruxsatingiz bilan shogirdlaringiz ijrosida endi ularni qo'shiq va yoki ashula eshitsak, ularning ijrosida. Marhamat. Hasretim canan qilay izhor deyib keldim ay muqimi kuncu gam erdi seni gam har debay keldim ay muqimi kuncu gam erdi seni gam har deb keldim ay hating murasta rasta sabzayı rayhan cannat diyen ay yoray
quloqlarga hay hay tarangur aylagil mahvilda qilgur yav ordi keldim ay hay hay bu yerga kim uchun kelding debam sormam qiymidan ay vay Körerge bir sunanlar sar gül ruhsal ordi geldim ay 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 uyumdan gülay yavrum nice yıllar aman bul günay hay hay Rahmat katta, rahmat. Nomjon aka ijrolari juda ham menimcha chiroyli bo'ldi. Hali aytishadi-yu bizda maqol bor. O'zbek xalq maqollaridan bo'lar bola boshidan deb. Endi biz haligi ustozlarimizdan qolgan yana bir udum bor. Shogirdni o'zini oldida maqtab bo'lmaydi. Ha, bu ham to'g'ri. Shuning uchun endi meni ma'zur ko'rasiz endi. Yaxshi, maqtamasangiz ham shundoq ham ko'rinib turibdi. Qanaqa ijrochi bo'lishlari bularni mukammal bir san'atkor bo'lishga bir nomzod deb o'ylayman. Hozir mana shu asarda bir so'z diqqatimni o'ziga tortdi. Siz tushuntirib bersangiz, men biroz mana shu Otanazar akani kitoblari bor, Mat Yoqubov maqomatda biroz o'qidim-ku, yana ham endi tushuntirganingiz boshqacha-da baribir ham o'qituvchi bo'lganingiz uchun mutrib so'zi nima? Mutrib degan ibora nimani anglatadi? Mutrib sozanda Sozanda. ma'nosida. Sozanda degani. Endi mutribni o'sha mutribo sozingni soz et degan mana juda ko'p haligi she'riy parchalarda uchratib qolamiz. Mutribo deydi. Ya'ni sozandaga murojaat qilinayotgan paytda. Shu mutrib so'zi haligi shoirlarga ham yoqib qolgan, boshqa odamlarga ham yoqib qoladi. O'shani qanday jarangdorligi uchunmi balki ko'proq qo'llaniladi, lekin buni o'sha nimalari ko'p, buni o'xshash atamalar ko'p. Atamalari, o'xshash atamalari va buni o'sha ma'nosini baravar aks ettira oladigan haligi sinonim deymiz. O'sha so'zlar bor. Misol uchun mug'anni bor, mashshoq deymiz, mashq qiluvchi. Mug'anni degan soddagina qilib sozanda deymiz. Sozandan, navozanda. Endi o'shalarning qatorida mutrib so'zi ham qo'llaniladi.
ko'rsatuvimizda yana bir yangilikni aytib o'tmoqchiman Mahmudjon aka. Mana biz hozir sozdan boshladik, soz haqida mana gapirdik. O'zi milliy musiqamizda o'sha tambur, dutor, rubob ayniqsa birinchi o'rinda turadi. Eng birinchi menimcha paydo bo'lgan ham o'sha usul bo'yicha doira bo'lsa kerak, childirma, doira deganimiz. Biz dasturlarimizni mana bugundan e'tiboran dasturlarimizda har bir o'sha milliy sozimiz haqida, o'sha cholg'ular haqida gapirib berish niyatimiz bor. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Dasturimizni maslahatchi sifatida o'zingiz mana konservatoriyada yoshlarga tarbiya berasiz, ta'lim berasiz. Qanday bo'ladi? Foydasi bo'ladimi mana shunday qilsak? Endi buni foydasi bo'ladimi degan savolni o'zi ortiqcha. Sababi demak, millatimizga taalluqli, millatimiz madaniyatiga, san'atiga taalluqli har bir yorituv, ya'ni shuni tushuntirib berish xalqimiz orasida hatto takror bo'lgan taqdirda ham foydadan xoli emas. Bizning O'zbekiston teleradio kanali butun dunyoga ko'rsatyapti. Butun dasturlarimiz butun dunyo ko'ryapti. Shuning uchun ham u yerlardan ham o'sha pochta orqali, elektron pochta deymiz-ku, maktublarda o'sha bular haqida gapirib berishimiz ham gapirilgan, so'zlangan. Chunki ko'p manbalarda ular ham o'sha o'zlaridagi qadimgi kutubxonalarda, qadimgi kitoblarda, manbalarda o'qigan insonlar bor ekan. Chet davlatlarni aytyapman. Endi bu juda ham chuqur, siz aytganingizdek, bular haqida men o'sha maktublarni ko'rsataman, bular haqida alohida gaplashamiz. Bugun mana doira haqida, o'z milliy san'atimizda ilk o'sha usuldan boshlanadigan bo'lsa, biz ham doiradan boshlaylik dedik. Hozir tomoshabinlar bilan hamda mana shogirdlaringiz bilan birgalikda o'sha doira haqida oz-moz o'sha tarixchasidan tinglasak-a. Baxtiyor aka Muhammadiyev tayyorlagan lavhadan. Marhamat. Uzoq tarixga ega bo'lsa-da, uning soz sifatdagi mavqei 20-asr boshlaridan boshlab ko'tarila boshladi. Marg'ilondan yetishib chiqqan sozanda usta Olim Komilov doirada bir-birini takrorlamaydigan kuylarni ijro etib, uning imkoniyatlari keng ekanligini isbotladi. Shu insonning sa'y harakati bilan qator doira raqslari yaratildi. Usta Olim Komilov Marg'ilondan yetishib chiqqan yana bir iste'dod egasi Tamara xonim bilan hamkorlikda ham doira sozini, ham o'zbek raqslarini butun dunyoga tanitdi. Ustozlarimiz aytib berishgan 1935-yilda Londonda o'sha Buyuk Britaniyada katta xalqaro festival bo'lgan. Shunda O'zbekistonda san'atkorlar ham borishgan. Shunda o'sha pir ustozimiz Usta Olim Komilov borganlar, Tamara xonim borganlar. Buni bizga Tamara xonim singillar Gavhar Rahimova rahmatli aytib berganlar. Shunda deydi ustani deydi, usta deyishardi. Peshonalariga chipqon chiqqan ekan. Chipqon chiqqan ekan, chiqish kerak ularni. Ular chiqadigan paytda issiqlar baland qiriq deydilar. Shu durrani olib, ya'ni bizda qiyiqcha olib mahkam siqib, nosi bir kap otib olib chalgan ekanlar. Endi butun o'tirgan zol turib qarshi chalgan ekan. Va Angliya qirolichasi kelib, "Sen qo'lingga bir narsa taqib olgansan, bunaqa ovoz chiqish mumkin emas" deganda yana chal berganlarida, mana hozir o'sha muzeyga borganlar bilan o'zimizdan borib ko'rganmiz. Bularni o'sha oltin suvga panjalarini botirib, muzeyga ko'rgazmaga panjalarini qo'yib qo'yishgan. Mana bitta doirachining hurmati bo'lsa, ana shunchalik bo'ladi. Shularning orqasidan biz yetib kelyapmiz. Doira boshlovchi vazifasini, ya'ni dirijorlik vazifasini o'taydi. Sababiki doira boshlaydi, unga qarab qo'shiq sozandalar chalinadi, raqs tushadi, qo'shiq aytiladi. Ko'p davlatlarda bunaqa urma asboblar bor. Masalan, ayniqsa Sharq davlatlarida, Latin Amerikalarida bunaqa urma asboblar ko'p. Ularda tam deyiladi, zarb deyiladi, do'l deyiladi, do'yla deyiladi. Bizda doira deyiladi. Shularning ichida eng qiyin chalinadigan asbob bizning doiramiz. O'zbek doirasi. Mana biz ko'p chet el safarlarda bo'lamiz. Shunda o'shalar bilan uchrashganimizda, ko'rishganimizda ular shu qanaqa sozligini ko'rishadi. Lekin ko'rinishi boshqacha bo'lgan, terisi bir xil bo'ladi. Ular ham teri qoplandi. Endi hozir zamonlashib ular plastik qoplaydigan bo'lib ketishgan. Biz o'zgarmaganmiz. Biz terligicha qoldirganmiz. Misol uchun mana bu gapimiz isbotim bilan mana xolasangiz Latin Amerika, o'sha Kuba, Meksika, Brazil. Mana o'shalarning usuli.
ketaveradi yoki arab davlatlarida o'sha arabcha usul mana turkcha misol ketaveradi. Lekin ular bizni doirani olib turib mana shuni o'ziga hayron qoladi. Chetkalarimiz ham hayron qolishadi. Mana nima deysiz? Bu juda bir ulug' Lavhaga. xatti-harakat, yaxshi. Buni tabriklash kerak bo'lgan, olqishlash kerak bo'lgan xatti-harakat. Sababi o'zbegimizni xoh doirasi bo'lsin, xoh tamburi, xoh dutori bo'lsin, xoh changi, xoh rubobi bo'lsin, qaysi bir soz bo'lishidan qat'iy nazar o'shalarni mana butun dunyoga olib chiqish, butun dunyo xalqini oldida mana shu sozlarimiz, madaniyatimiz unsurlari bilan bir faxrlanishimiz, maqtanishimiz yaxshi narsa. Judayam to'g'ri gap gapirdingiz. Endi Mahmudjon aka, shogirdlaringiz ijrosida yana bir qo'shiq va yoki ashula ijro qilib berishlarini iltimos qilsak-da, keyin yana yoningizga chaqirib suhbatlashsak. Nima deysizlar? Maylimi? Yetişken
tükenmez natavandır bu yay. Ay, yavrum, ay, ay. Yundek daşlara yürsen, mani köp kaçmakim hardam, başımga eğrir sarkaçtayı bir halmandır bu yay. Yavrum, Kuyundek daşlara kürsen, meni köp kaçmadım hardama. Ay, ey yavrum, yavrum, başımga eğrir sarkaç tayip bir halmandır bu yay. Dema hicran dünyadam yeter Allah'a feryadim, yay feryadim yetmez navalim eflandır bu hayray. Yay feryadim yetmez navalim eflandır bu hayray. ilmi advoru fanni musiqi mendin ul ilm ahli tahqiqi. Alisher Navoiy Sab'ai sayyor. Ikkinchi ijro paytida sal rangi o'zgarib qolganini sezdim. Sal qochib tursam maylimi? O'zim ham o'quvchi bo'lganman bir paytlar. Marhamat, shu joyga o'tirsangiz, suhbatimizni davom ettirsak. Ustoz muayyan ixtisos sohasining sirru asrorlarini puxta egallagan va hunar o'zlashtirishni oliy darajaga yetkazgan komil inson. Ohanrabo dasturida birinchi marta ishtirok etishayotganligi uchun Hayajon bo'lgan. hayajonlanishdi. Shuning uchun hurmatli shinavandalardan men ustoz sifatida bular uchun uzr so'rayman. Qaysi joylarida xato bo'ldi? Shuni ham aytib o'tsak, bilasizmi? Mana ijroni juda ham diqqat bilan eshitadigan, tushunib, juda ham yaxshi ko'rib, mag'zini chaqib eshitadigan shinavandalarimiz bor, bilasizmi? Shular mana bu joyda ha, to'g'ri, Mahmudjon aka to'g'ri aytyapti. Hech bo'lmasa ikkita joyini aytib o'tsangiz. Labidin xastadir ko'nglim degan joyida bular
labingdin deb aytdi Elmurod. Keyin haligi quyundek boshingdan evrilurg'a sargashtai xonumondir bu deyilishi kerak bo'lgan baytda boshimg'a deb aytib yuborishdi. Boshingdinni boshimg'a deb aytib yuborishdi. Endi bunga o'xshagan bu chunki o'sha she'riy matndagi mantiq buzilib ketadi. Endi nimaga shunaqa bo'ldi? Men tushunmadim hozir. Hayajondan mana hozir o'zingiz ham aytib o'tdingiz. Hayajondan keyin tomoshabinlarimiz ham sezishgan bo'lsa kerak, dasturimiz boshlangandan beri hali biror marta to'xtab nima bo'lgani yo'q, xuddi jonli ketayotgandek ketyapti, to'g'rimi? Ha, albatta. Shuning uchun ham shuni buzmaslik maqsadida balki to'xtatmadingiz o'zingiz ham. Endi dastur orqali mana foydali tomonlari ham bo'lsin shunaqa shogirdlarga, mana hali yosh shogirdlaringiz. Mana Furqatjon 23 yoshdasiz, mana Elmurodjon 22 yoshda. To'g'rimi? Bularni yosh demang. Xatolarimizni tuzatamiz deb so'z beringlar hozir. Bular hozir mana bizni konservatoriyamizda an'anaviy ijrochilik bo'limini bitirish arafasida. Bitirishadi. Yana deyarli 1 yildan buyon respublikamizning o'sha eng katta ko'rik tanlovlari ansambllaridan biri Yunus Rajabiy nomli maqomchilar ansamblining xonandalari hisoblanishadi bular. U yerda mana ustoz Abduhoshim aka Ismoilov qo'llarida ishlashyapti bular. Chunki bizni konservatoriyamizdan bitirib chiqqan yaxshi shu xonandalar, sozandalar ana shu birinchi navbatda respublikamiz radiosi qoshida faoliyat yuritayotgan o'sha maqomchilar ansamblida sinab ko'riladi. O'sha yerda yaxshilari o'sha yerda ishlab qoladi. Yaxshi ovozlar, yaxshi iqtidorli hofizlarimiz o'sha yerga taklif qilinadi. Bular ham o'zlarini baxtli deb hisoblasalar arziydi, chunki o'shanday ulug' dargohda ishlashyapti. Ham sizdek katta san'atkorimiz, usta san'atkorimiz bularni ustozlari hisoblanasiz. Bular hozir endi bir gap gapira olmay tashqariga chiqqandan keyin, dasturdan keyin uzr so'rab orqangizdan yugurib qolishlari mumkin. Hozir indamasdan mulzam bo'lib qolishdi. Lekin bularning ijrolarini eshitib bilasizmi? Qadimgi ijrolar yodimga keldi. O'sha biz kichkina paytimizda o'sha televizor ekranlar orqali ko'rganimiz, o'sha Shoqosim Shojalilovlar oilasi, sulolasi bor edi. Undan keyin So'fixonovlar, ularning ijrolari, Fattoxon akalarning ijrolari. Yo'ldoshali Kiyik. Ha, ularning ijrolariga juda o'xshatdim. Ikki kishi sizning fikringizmi, ikkalangiz aytasiz deb. Yakkaxon hofizlarimiz ko'p. Lekin ustozlarimizni an'analaridan hisoblangan shu jo'rnavozlik, ya'ni hamnafaslik san'ati yo'qolib boryapti. Biz endi shu yaxshi niyat bilan o'sha litseydan boshlangan, litseyning talabalari, keyin litsey tarbiyalanuvchilari, keyin o'zimizning konservatoriyamizning talabalaridan shu hamnafaslar qilib, hamnafaslar bir qilib ko'rishdi. O'zimiz hamnafaslik nimasiga qo'l urishni biz qo'l urib ko'rdik. Shu narsa bolalarning ovozlarini bir-biriga sozlash. Yaxshi natijalar bo'lyapti. Mana bir necha hozir hamnafas talabalarimiz bor. Shulardan mana yaxshisi yana xalqimiz tanib kelayotgan, xalqqa tanilib kelayotgan talabalarimizdan mana Elmurodjon, Furqatjonlar. Endi Elmurodjon o'sha 5-respublika maqomchilar tanlovining g'olibi. Bu tarafdan o'sha Andijondan ancha pishib bu yerga yetib kelgan, Andijonda yaxshi ustozlarning qo'lida tarbiya olgan andijonlik ustozlarni. Endi Furqatjon hammamizni butun maqomchilarni ustozlaridan biri hisoblangan ajoyib inson, O'zbekiston xalq hofizi, shaxsan meni ustozim Ochilxon akam Otaxonov xonadonida tarbiyalangan bu. Ochilxon akamni o'sha
nevara jiyanlari. Biz usta bilan bir narsalarni chalib aytib o'tirsak, juda hali ishqibozlik bilan qarab o'tirardi-da bu. Ana oxir oqibat o'sha dildagi havas uni konservatoriyaga yetaklab keldi. Avvalo Andijonda yaxshi ustozlarning qo'lida mana bular birga o'qishgan. Siz ham Andijonda o'qigansiz. Andijonda o'sha yerda Andijon musiqa kollejini bitirishib, birgalikda kelishib konservatoriyaga kirishdi. Ana endi bularni o'sha ovozidagi uyg'unlikni uyg'unlik bo'lganligi uchun ularni o'sha hamnafas bo'linglar deb biz pedagoglar, o'sha ustozlar, biz shaxsan men Taklif qildingiz. taklif qildim. Bular hozir mana birga xalqimizni ichida shu kuylashib yurishibdi. Maqomchilar ansamblida ham bularni birga kuylaydigan asarlari bor. Undan tashqari katta ashulalarni birga aytishadi bular. Katta ashulalar. Bugungi dasturga ham katta ashulalar tayyorlab kelishgan. Shu katta ashulalarni ham hali eshitamiz. Shu endi shogirdlarimiz to'g'risidagi qisqacha ma'lumot shu. Kirib bo'stonni kezdim rasta chamanni bulbuli bir horhastaya kirib bo'stonni kezdim rasta chamanni bulbuli bir horhastaya Kadın nazanın gülde sadası da adam aney Kadın nazanın gülde sadası da Cemalin kör geliyor Nacandın arazın buldu hayda Kengülde derdi işkin buldu peydada Nacandın arazın buldu hayda Kengülde derdi işkin buldu peydada Vay binevşe kökülün boyuca şeydada adam aney binevşe kökülün boyuca şeydada Sana ber kaddi şamşad dinge bastray Alamlik durman köp bağrım ezurman Sen edip daşlı sahranı kezurman Alamlik durman köp bağrım ezurman Sen edip daşlı sahranı kezurman Vay tahayyül küncü devran aksızırman da adam aney tahayyül küncü dev
çargıgen ağzın oldu destan Tasadduk canım eylen sunar Maqom negizidagi bosh g'oya ma'naviy faollik, tovushlarda ifodalangan go'zallikdan bahramand bo'lish tuyg'ularini uyg'otishga qaratilgan. Juda ham chiroyli ko'z tegmasin ovozinglarga. Ustozingiz boya dasturimiz avvalida aytdilarki, shogirdlar yonida o'zlarini maqtab bo'lmaydi degan maqolam bor deb menga kesatib qo'ydilar ozmos, lekin sizdan uzr so'ragan holda sizlardan bugun mana bugungi ijroilar uchun bugungi dastur orqali Ohayraboni yana bir boyitib berganinglar uchun, anchadan beri bunaqa ijrolar bo'lmagani sababli shunday deyapman. Bunaqangi shaklda dastur bo'lmaganligi uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Yana bir marta 7 yildan beri mana shu dasturni tayyorlayotgan bo'lsak, yana bir marta amin bo'ldimki, Mahmudjon aka bekoriga tayyorlamayotgan ekanmiz. Har safar faxrlanaman mana shu ko'rsatuvni tayyorlayotganimga. Chunki sizlarga o'xshash chiroyli ovozli, o'sha chin yurak, aslida o'sha asl yurakdan aytadigan, xohlab aytadigan, yosh bo'lishiga qaramasdan, o'sha hali yengil-yelpi ashulalarga qiziqib, tezroq pul topish yo'liga tushmasdan, milliy san'atimizni o'sha negizidan boshlab o'rganaman degan bo'lganinglar uchun sizlarga ofarinlar aytgim keladi. Yana bir narsani ta'kidlashimiz kerakki, Matlubaxon, mana shu narsalarni tushunish, shu narsalarni ilg'ash, shulardan zavqlanish uchun ham kishida tayyorgarlik bo'lishi kerak. Chunki umuman boshqa xayoldagi, boshqa fikrdagi bir insonni olib kelib o'tkazib turib, unga shu ashulalarni aytib bersangiz, u bu narsalarni dafatan qabul qila olmasligi mumkin. Buning uchun mana shu maqomotni ichiga kirish kerak. U bilan biroz yashash kerak. To'g'ri. O'shani ruhiyatida baravar nafas olib, o'sha narsa nimaligini, negizini, javharini anglagandan keyingina ozgina sozlanish, ya'ni o'sha kayfiyat shunga sozlangandan keyin shu narsalarni eshitsa, o'sha insonni qalbini tebratadi. Şayda kengül beçara bulmuşay Şayda kengül beçara bulmuşay Melamet deşti de avara bulmuşay Anya bas kim yağar taş üstüye taş Tani de yavra uzra yavra bulmuşay Tani de yavra uzra yavra bulmuşay Ardından badam harala başmay Suyaklar anda pavra pavra bulmuşay Suyaklar anda pavra pavra bulmuşay arayatken de bilmem Rasin camhara rabun şey Kara kıldine çekim rızgar mey Aniyem rızgarın kara bulmuşay Aniyem rızgarın kara bulmuşay
da hurşid kavmikim gamiyen Sırışkın köp köpüse yavra bulmuşay Navayı çağradım köp diye nasıl kime Gamiga çarasızlık çara bulmuşay Navayı çağradım köp diyemezsiniz kime Gamiga çarasızlık çara bulmuşay Bizni şeyda kömülde çara bulmuşay Sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ishtirokingiz uchun katta rahmat. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetish arafasida. Hurmatli teletomoshabinlar, xayr, omonlikda ko'rishguncha deb qolaman.